Bugun sizni qarshingizda oddiy qiz emas, O'zbekistonni, mamlakatni arteriyasi, uni qon tomiri hisoblangan avtomobil yo'llarini rivojlantirishga bel bog'lagan yo'lchisi sifatida gapirmoqchiman. Meni ham yana bittagina maqsadim shu bo'ladi, nafaqat transport sohasida, balki muhandislik, quruvchilik sohalarida ham ayollarni sonini kengaytirib, maktablarda targ'ibot o'tkazib, umuman yo'l xo'jaligi tizimida insonlarning munosabatini o'zgartirish asosiy maqsad qilib qo'yganman. Avtomobil yo'llarini rivojlantirishda umuman mamlakatimizni yo'llarini dunyo miqyosiga olib chiqishga harakat qilaman va buning uchun va'da beraman. Mahkamov qayerda? Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Bugun qaror qabul qilasan. Rizqulova Kamola Normatovnani avtomobil yo'l vaziriga yordamchi qilib olib, 2 yil ishlatib, keyin men o'zim aytaman qayerda ishlatishini. Xo'p, Xizmat